Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakazlarimiz 5 ta eshik, 3 ta rom Paxtaobod shahriga olib keldik. Ko'rib turganinglardek mana 2 qanotli eshiklarimiz. Hay tepasonda juda ham chiroyli chiqqan. Bu yog'ochlarda pena qisib olmasin deb beliga qo'yib qo'ydik, penalar bo'ldik bularni. Mana juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Oynalari ko'rinadigan oyna, qora oyna ichkari ko'rinadi. Zamonlarimiz magnetli yaxshi zamonlardan. Mana ochilib yopilishlari ham gupillab, yumshoq ochilib yopiladi. Qator zalda juda ham chiroyli chiqdi mana karnizlarimiz. Romlar, oynalar germetiladi, eshikda ham, romda ham gupillarni. Gupillar ochilib yopiladi, o'rtaga qanot ochiladi. O'zbekiston bo'ylab dasturchilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi eshiklarimiz. Sifati ham yaxshi, xudo xolasa. Bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93lik 075 87 64. Pastda yana yozib qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun xato kamchiliklar bo'lsa oldindan o'zim so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.